Seni ko'zlab qilyapman, qizim. Ozgina tashagin, ozgina. Tez bo'l. Shu telefonga bola. Oyi, yana shu gapmi? Uzatarsiz bir kun. Yana semizligimni gapirmoqchimisiz? Deganidan keyin. Mana qizim. Ol. Ol nonushtangni ol. Ol. Oyi, suvmi? Iloyim qizimni ham baxtini bersin. Men uchun kurashadigan vaqting keldi. Men ham endi ozaman, o'zgaraman. Ustimdan kulganlar hali uyalib qolishadi. Pari, sen nima yeysan? Hech narsa yemayman, diyetadaman. Nima? Qachondan beri? 10 kundan beri. Barchaga assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimiz nomi Sharhli kino deyilgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Biz boshladik. Ora-orada sharhlab turish bu kanalimizning majburiyati. Dugonalar bu so'zni eshitib kulishadi. Qo'ysangchi, bitta to'rt bo'lagi bilan semirib qolarmiding? Sen qachon ozasan o'zi deb kulishib ustidan masxara qilgandek bo'lishadi. Albatta hazillashishadi. Ammo kinoyimiz qahramoni esa bunday hollarga anchagina ko'nikib ketgan bo'ladi. Qizing uyda o'tiradi. Na sen uyda o'tirasan. Qayerda yurasanlar senlar? Qorin tatalab ketdi-ku onasi. Qizini to'ylarini ko'rishni orzu qilgan ona har doim unga sarpo yig'ishga kirishardi. Oldin qizinga sovchi kesin. Latta-putta keyin ham bo'laveradi. Voy dadasi, siz qayerdan bilasiz? O tomdan daraja tushgandek sovchilar kirib kelsa nima qilaman? Shoshib qolmang deyapman. Latta-puttaga shunda chopaverarding. Qani yur, qorin tatalab ketdi. Biron nimadir tayyorlab ber. Hozir beraman dadasi, hozir. Quymoq qovur. Quymoq. Hop, nima desangiz shu dadasi, nima desangiz shu. Nega jim o'tiribsan? Shunchalik. Shirinlikdan yeysanmi? Ozgina yesam semirib ketmasmikinmi? Yo'q, ozgina yesang semirmaysan. Bo'lmasa men ham bitta yetaman. Ana ofitsiant bo'lib edi. Shu orada Mahliyoning sevgilisi uni pastda kutayotganini aytadi. La, bo'laverasizlar. Sen ham o'zingga aytgan, bitta yesang semirib qolmaysan. Shohistaning ham sevgilisi pastda turgan edi. Pari, ketsam xafa bo'lmaysanmi? Yo'q, nima ham deyman. Bor, ketur. Aniq xafa bo'lmaysan-a? Yo'q. Mayli, unda ertaga o'qishda ko'rishamiz. Hamma dugonalarim yigiti bor. Hammasini olib ketishadi. Bitta men qolaman. O'l, bo'lib ketmasin. Bugun bir qo'lbola qilib xonim qilibsiz-da. Bozorga kezak qilib. Mana. Ol qizim. Men qara. Nonsiz yesang yaxshiroq bo'ladi. Oling dadasi. Oyi, yana qaynatmami? Qizim, ozgina ozib olgin, keyin xonimlarni bemalol yeysan. Qara, semirib ketganingni. Yana boshladingmi? Yema. Bu sog'lig'i uchun ovqat yeyishi kerak-ku, deydi ota qayg'urib. Adasi, men ozgina ozsin deyapman. Men uni o'ylaganim uchun aytyapman. Siz aralashmang axir, deydi g'azabini ichiga berkitib ona. 25 ga kirdi dadasi. Nima shunaqa olib o'tiraverasizmi? Bu ham erga tegishi kerak-ku. Shuning uchun ozgina ozsin deyapman. Sal ixchamroq bo'lsin deyapman. Ozgina qiyinchilikdan o'tsin. Oyi, yana shu gapmi? Shunchalik joningizga tegdimmi? Jon qizim, erkatoyim, jonimga tekkaning yo'q. O'z baxting uchun ozgina sabr qil deyapman. Seni o'ylaganim uchun aytyapman-da, bolam, baxtingni ko'ray deyapman-da. Ozgina ozsang, keyin bemalol yeyaverasan bunday narsalardan. Semirganingni qara, uzatay deyman-da, sen ham qizim, baxtingni ko'ray deyman, deydi ona sho'rlik. Oliq. Meni mazza qilib senga ana qilayotganim yo'q, shu bolam och qoldim. Men qara, telefonim qani?
Ota sho'rlik qizini qornini o'ylab, onani turli bahonalar bilan turg'izib yuborishga, natijada o'sha xonimni o'sha qiziga yedirib olishga urinadi. Bunday qilmaysiz odamni. Qo'l oying kelmasdan tez bo'l. Kina yeyman dadam. Bo'l. Tez bo'l. Bola bor. Mana. Qoyilman lekin qoyilman. Ichyapsanmi? Endi navbat ko'zoynagiga. Ko'zoynagini qidirib topib ber deb xarxasha qiladi. Qizingiz ko'rsin, olib bersin desa, yo'q, u tinchgina sho'rvasini ichsin. O'zi sho'rva ichib o'tiribdi. Uni tinch qo'y. Sen topib ber deb turib oladi erkak. Ayolning jahli chiqib, ko'zoynak qidirishga ketadi. Tani maqsadi bitta, o'sha mazali taomni qiziga yedirish. Yerga qo'ydim manchkini. Hozir. Tez bo'l. Mamusha. Qo'lingda yesang bo'lmaydimi seni? Men shu butun umrimni endi futbol tomosha qilib o'tamanmi? Boshqa kanalga olaylik. Men qarab, boshqa uyga chiqib ko'r. Bor-ku televizorlar boshqa xonada ham. Shu yerda o'tirib ko'rgim kelyapti. Alo. Assalomu alaykum opajon, yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Tinchmisizlar? Yo'q-e? Rostdan. Voy, lobarni unashtirdingizmi? Xayrli bo'lsin. Sen ham yeyapsanmi? Yo'q, oyi. Nima deylar? Lobarni unashtirishdi. Ertaga maslahatga chaqirishyapti. O'sha qarishsin. Zo'r. Qani edi men ham shu qizimni uzatsamidimi, bir to'y ko'rsamidimi? Ha, uzatamiz vaqti kelib. Oyi, yana shu gapmi? Uzatarsiz bir kun. Yana semizlikni gapirmoqchimisiz? Men Qizim. qara, bo'ldi kamsita urmagan qizimizni. Kamsita aytganim yo'q dedi. Axir u meni ham qizim, men baxtini ko'ray, to'yini ko'ray deyman-da, yaxshi niyat qilyapman axir. Nega tushunmaysiz? Ozgina olsin deyman deydi. Ana qizimizni ham xafa qilding, deydi ota sho'rlik qayg'urib. O'rnidan turib ketgan qizining ortidan. Lekin tegadi ham demaysan-a. Xafa qilding shuni. To'y ko'ray deyapman. Ko'nglini aybdormanmi shunga? Qo'y. Oyijon, assalomu alaykum Vaalaykum dadajon. assalom. Kelishda bo'linglar. Vaalaykum Ke, assalom. qizim. Ke. Mana qizim. Ol. Qat'iy kirishgan ona nonushta uchun qiziga bir bokal suvni uzatadi-da, tuxum senga kerak emas, senga shu yetadi deydi. Qizi esa hayratda indamaydi. Nima? Qo'r bitta. Nimada urasiz dadasi? Bilan nima semirib qoladimi? Ha, dadasi. Bunga zararga ishlaydi. Men qara, jonimga tegdi, bildingmi? U seni o'sha diyeta-piyetang. Ertalabdan nonushta shu bilan boshlanadi. Ya'ni otani joni achiydi, qizni sog'lig'ini o'ylash kerak. Axir bunga nima bo'ladi? Yiqilib qolsa-chi deb qayg'uradi ota sho'rlik. Bir stakan suv bilan tushlikkacha bormayman. Chi deysan, borasan. O baraka topkur, buni ozg'inligini nima qilasan? Sog'ligini o'ylaylik. Va yana o'sha hol takrorlanadi. Ota onani aldab-suldab jo'natib, qiziga yeyotgan nonushtasidan yedirish. Qizi ham og'ziga tiqib tuxumni, nonni bo'kib yegandan keyin qayoqdan ham olsin. Azizlar, mana shunday qilib, ularning nonushtasi ham o'tadi. Sarg'icha shirin bo'lar ekan-a buni, ha? Voh, mana qara. Ey, to'xta! Hozir qo'raman. Nima? Bolani urib yuboring-ku. Keni baqirguncha bolaga qaramaysizmi? Bu yo'l bo'lsa. Birinchidan bola mahallada ketyapti. Maylimi, sen sekinroq haydash kerak, rolga qarab yurish kerak. Ikkinchidan men seni kerak emasman, tushundingmi? Al dovdiramasdan yur, o'zingni pishirib ye. Ahmoq. Keldingmi? Qizlar, qalaysizlar? Qalaysan? Yaxshimisizlar? Nima qolib ketding? Bittasi bilan tortishib kelyapman. Yuringlar, kutubxonaga kiramiz. Qanaqa kutubxona? Qornim ochib ketdi, bufetga kiraylik. Hozir. Nima qilganingiz bu? Voy. Siz? Yana sizmi? Yana sizmi? Do'konga kiryotgandim, maylimi? Odamga qarab ham eshikni ochadimi? Ko'zmi bu? Uzr, endi bilmay qolman, voy. Uchami? Suchasizmi? Ichaman. Uzatolarmikin mana. Qizimni ham yoshi o'tib boryapti. Uni so'rab
Bironta sovchi ham kelmadi-ya. O'ylaganim sari siqilib ketyapman. Iloyim tezroq baxtini bersin, deydi ona tushkunlikda. Dietasini-ku qildiryapman, nima qilay, ozarmikin? Bir gap bo'lar deb siqilib kuyunib gapiradi ona. Qayerdan ozdiradi? Bu yerda otasi og'ziga tiqayotgan bo'lsa. Men qara shifokor ismi nima edi? Farhod Abrorovich, aha. Xo'p, Lobar, bitta iltimosim bor. Oyimga shunisi demay tur, xo'p, iltimos sani hech kim bilmasin. Keyin o'zim bafurchasiga tushuntiraman hammasiga. Pari, endi o'zing uchun kurashadigan vaqting keldi. Men ham endi ozaman, o'zgaraman. Ustimdan kulganlar hali uyalib qolishadi. Siz? Yana sizmi? Keling, dunyo tortib shuni aytsa kerak. Qani marhamat o'tiring. Tushunmadim. Siz shifokormisiz shunda? Hada. Nima, shifokorga o'xshamaymanmi? Yo'q, o'xshaysiz. Men sizni boshqacha yigit deb tasavvur qilgan ekanman. Endi 6 yil o'qidik, izlandik. Mana endi bo'lsa o'z kasbimizni egasi bo'lib o'tiramiz. Modomiki tanish ekanmiz, ochig'iga o'tib qo'ya qolaylik. Men oshqozonni kestirish amaliyoti operatsiyasi uchun keldim deydi yigit. Nimaga aynan operatsiya deb so'raydi. Endi odam nima uchun oshqozonni kestiradi? Ozish uchun-da, deydi qiz kulib. Qarang, sizga maslahatim, hali yoshsiz. Bunaqa operatsiya qildirib nima qilasiz? Yigit endi 6 yillik o'qigan tajribasidan kelib chiqib, nasihat berishga o'tadi. Bunaqa qilmang, yaxshi emas. Keyinchalik yoshingiz katta bo'lgandan keyin salbiy natijasini ko'rsatadi. Siz hali yoshsiz. Qiz esa men ham dugonalarimga o'xshab ozg'in, ixcham bo'lib yurishni istayman. Shundoq ham ko'p kamsitilganman, yetarlicha xafa bo'lganman. Bu govdam semizligim dastidan juda ham ko'p aziyat chekkanman. Siz meni tushunmaysiz-da, deydi. Masalada siz yaxshilab o'ylab ko'rishingiz kerak. Aytmoqchi, ismingiz nima? Ismim Pari. Pari. Ismingiz ham o'ziga o'xshab chiroyli ekan. Yaxshi qoling. Mayli. Oyi, tinchlikmi? Sovchilar kelishyapti, qizim. Ammang qo'ng'iroq qildi. Ana qo'shnisi kelin qidirib yurgan ekan. Uydagilaringiz yaxshimi? Yaxshi o'tirishibdimi? Rahmat, yaxshi. Uyimiz qiynalmasada. Ha, qizim tarjimonlik o'qiyapti. Hozir bilasiz-ku, til bilgan el biladi deyshadi. Shunga qizim ingliz tili, koreys tiliga o'zi qiziqib o'qidi. Juda yaxshi. Qizingizni o'zlarini ko'rsam bo'ladimi? Pari, choy olib kelgan qizim. Xo'p bo'ladi, oyijon. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Va alaykum assalom, xushvaqt bo'ling. Baraka toping. Bo'lajak qaynonaga qiz juda ma'qul tushadi. Uni semizligiga ahamiyat ham bermaydi. Juda ham ko'ngli ochiq, juda chiroyli, farosatli qizingiz bor ekan. Menga qolsa, men tashqi ko'rinishga ahamiyat bermayman, deydi odobli ayol. Keling yoshlar ko'rishsin o'g'lim bilan birga. Yulduzlariga to'g'ri kelsa, to'yini qilib boraylik, deydi. Qizning onasi xijolat bo'lib turganida birdaniga bo'shashib, Xudoga shukr degandek, ha, biz otasi bilan gaplashib ko'raylik, albatta javobimni aytaman, deydi va hech kimni ko'rmayapman. Yosh bolalar qanaqadir kishi. Qani u qiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? U qiz allaqachon kelgan. Qora ko'ylakda. Ismi Pari. Pari? Ha, men Pariman. Hozir bir minut. Shu qizga ham uylanamanmi? Meni ko'nglimni kim o'ylaydi? Ahvolini qarang. Xafa bo'lsa bo'lar. Yo'l bor-ku, o'tsangchi. Pari, qalaysiz? Farhod aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Bezovta qilmadim. Nima kayfiyatingiz yo'qmi? Qayerga ketyapsiz? Tinchlikmi? Yo'q, yaxshi hammasi. O'zi ertaga siz oldingizga bormoqchi edim. Yaxshi-ku. Nima masalada? Tinchlikmi? Endi sizni yuzingizni ko'rganim bormayman-ku. shu oshqozonimni operatsiya qildirmoqchiman. Qarorim qat'iy, deydi qiz qat'iy. Yigit, nima, sizni kimdir xafa qildimi?
Nima, ranjitdimi, kimdir nimadir dedimi? Birdaniga bunday qarorga kelganingizga sabab nima? Desa qiz, shunog'a meni hech kim o'zi xursand qilmagan. Vaqtingiz bormi? Yaqin orada bir yaxshi kafe bor. Biroz gaplashardik. Qanday bo'lar ekan? Yaxshi bo'ladi. Degan emasman-ku. Borsiz boribsiz dedim. Ketdik. Ishqilib yana bironta palakatda boshlamaysizmi? Yo'q, taomlardan bahramand bo'lsiz-chi. Nima qilasiz o'zingizni qiynab? Men boshqa semirmoqchi emasman. Tushunyapsizmi? Men semizlikdan qutulmoqchiman. Masalan, siz semiz qizga uylanarmidingiz? Hayotda uylanmasdingiz. Uylanardim. Agar inson chin qalbdan yaxshi ko'rib qolsa, uni semizligi yoki boshqa kamchiligi, menimcha, sevgini so'ndira olmaydi deb uning ichini go'zalligi. Shunchaki ko'nglim ko'tarish uchun bu gaplarni aytasiz. Yo'q. Unaqa deb o'ylasangiz adashasiz. Sizdek beg'ubor, qalbi toza qiz menga turmushga chiqaman desa, men nimaga yo'q deyman? Jon deb o'ylanaman. Keyin sizga bir narsa aytmoqchiman. Hech qachon hayotda tushkunlikka tushmang. Kimdir meni sevarmikan degan savolni umuman o'y xayollaringizdan chiqarib tashlang. Ular emas, aslida siz ularni tanlashingiz kerak. Qolaversa, sizni boshqa qizlardan hech qanaqa kam joyingiz yo'q. Kulishi ham o'ziga yarashadi. Alaykum assalom. Keldingmi qiz? Keldim. Nima bo'ldi? Uchrashuv yaxshi o'tdimi? Yaxshi. Kayfiyating yaxshi, yigitga yoqdingmi deyman-a? Yo'q, yoqmadim. Unda nimaga xursandsan? Chunki men yaxshi ko'rmaydigan insonni oldindan bilganimga juda ham xursandman, deydi qiz. Xonasiga xursand bo'lib turib ketgandan keyin onasi, qizim bechora meni oldimda kulib gapirdi, bildirmadi, xonasiga kirib yum-yum yig'layotgandir, deydi g'amga botib. Tinchlikmi? Menga qara. Yoki kimnidir topdingmi? Ha. Kelishgan ekan. Qizlar, yigitinglar bor-ku, sen yerga tegadigansan. Sizlar boraveringlar, men keyin orqanglardan yetib olaman, xo'p? Pariymi? Ha. Bugun quyosh juda ham chiroyli charaqlayapti desam, sizni ko'rinishingiz chiroyli ekan-da. Assalomu alaykum. Meni qanaqa topdingiz? Endi aytishadi-yu, izlagan imkon topadi deb. Sizni uchrashuvga taklif qilmoqchiman. Uchrashuvga? Baxт. Mayli. Sizga yo'q deb bo'ladimi? Rahmat. Nima? Keyin tasodiflarni amalga oshirish vaqti kelmadimi ekan? Nima deb o'ylaysiz? Bilmadim, Iskandar kabob bilan qanaqa tasodif bo'ladi? Mana endi ko'rasiz. Roziman. Faqat sal kichkina keldi. Hech kishi yo'q. Boshqatdan yasatib olamiz. Marhamat. Sharhli kinoyimizni asabiylashmay tomosha qilganingiz uchun rahmat. Hayotda eng muhimi qalb, ko'ngil go'zalligi, semizlikni esa hozir juda ham yo'llari ko'p, davolasa bo'ladi. Shunday ekan, semiz do'mboq ayollarimiz, baxtinglar butun bo'lsin.